hali ham uxlamadingizmi? Necha bo'lib ketdi soat? Bolam qanaqa uxlayman? 2 marta telefon qildim olmading. Kelmaguningcha uxlamayman de. Bolam vaqtliroq kelsang bo'lmaydimi uyga? Men sizga yosh bolaman. Men katta bola bo'lsam, nimaga xavotir olasiz? Kirib uxlayvering. Ona men ishga ketyapman. Ishxonadaligimni hadeb telefon qo'yurmay, o'tda o'zi ishim ko'p bo'ladi. Siz bilan gaplashamanmi yo ishimni qilamanmi? Bo'pti, men ketdim. Xavotir olaman de bolam. Mayli, Allohim omadingni bersin. Assalomu alaykum ona. Ha, o'rtog'im mazasi yo'q ekan, o'shani uyga keluvdi, o'shani aytib qo'yay dedim. Hozir chiqib telefon qilaman ona yana. Xavotir olmang. Xo'p, rahmat. Hozir to'xtab tur. Ona, men kafega keluvdim. Ha, bo'ldi, chiqib qo'raman ona. Xo'p. Menga qara, nima unaqa bo'lasan, ha? Qatga borsang, ona o'tdaman, ona o'tdaman, sutga berasan. Menga qara, katta bo'lasan-ku. Senga katta bo'laman, onam uchun hali ham yosh bo'laman. Qattaligimni aytib qo'ysam, uyda xotirjam xavotir olmasdan o'tirarlar-da, do'stim. O'rtoq, hozir bir minut men kelaman. Onajon, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, bugun uyga voqli boraman. Chiroyli kiyimlaringizni kiyib, tayyor bo'lib turing. Sizni kafega olib borib bir mehmon qilaman o'zim. Onajon, sizga bitta gap aytmoqchi edim. Sizni yaxshi ko'raman.